Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Biz mana asalarilarimizni hozir navbatdagi qarashli jarayonidamiz. Hozir Instagram, YouTube'larda juda ko'p asalarichi hamkasblarimiz, ustozlarimiz asal arilarga kasallik tushganligi haqida ko'p gapirilyapti. Bir arilarimizni xabar olib qo'yaylik, qani bizlar nima bo'lyapti ekan. Bizni kuzatishda davom etib turinglar. Biz hozir Dimarni tutatib asal arilarimizga qaragan bo'lamiz. Buni ko'zdan kechirib qo'ymasak bu arilarimizni. Axir nonimiz, tirikchiligimiz deyarli shundan bo'lyapti. Asal arichilik bilan. Agar asal arilarimiz yaxshi bo'lib tursa, yutug'imiz, arilar agar kasalga uchrasa, biz ham kasal bo'lamiz-da. Ari kasal, biz ham kasal. Ari sog' salomat, biz ham sog' salomat. Shunga bizni kuzatuvchilar bizga like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. So'z boshida shu gapni aytib o'rmasam bo'lmaydi. Demak, tutatib oldik. Xo'sh. Birinchi oilamizdan boshlaymiz, xudo xolasa qani. Mana shu ko'karib turgan birinchi oilamizdan boshlaymiz. Kun issiq. Telefonimiz qizib ketsa, aybga buyurmishlar, yo bo'lmasa sal-salqiroqqa qo'yib olaymikan. Kun juda ham issiq bo'lyapti. Shunga kameramizni sal uzoqroqqa salqinga qo'yib oldik. Ko'rinyaptimi? Xo'sh, bismillah deb ochamiz qani. Havo juda issiq bo'lyapti. Soat 4:30. Obeddan keyingi 4:30 soat. Shunda ham bir ro'y arilarimizni ko'zdan kechirgan bo'lamiz. Arilarimizning holatini bir ko'rmasak bo'lmaydi. Xo'sh, video olmasak bo'lmayapti-da, video olib YouTube'ga joylab turishimiz kerak. YouTube'dagi kanalimiz yurib turishligi uchun, bizni kuzatuvchilarimiz bizni kuzatib turishligi uchun. Kechagi kun muraviyni kislota quygan edik 5 grammdan kanaga qarshi. Xo'sh. Muraviy kislotani ham hidi qolmabdi. Arilarimizni boshladik ko'zdan kechirishlikka. Ancha asal yig'ib qo'yibdi bular yana. Yana deyman, avgust oyida ham asal olamizmi deyman, xudo xolasa. Yana arilar juda sust ishlayapti. Arilar sust. Tuxum qo'ygan, asal olib kelib qancha-muncha. Arilarimiz yaxshi tetik. Biron bir noxush hid yo'q. Arilarimizni ishlashi ham, harakati ham yaxshi. Avvalambor kasal bo'lmasin bular. Mabodo kasal bo'ladigan bo'lsa ham qirilib ketishdan to'ymaydi. Shuning uchun kasal bo'lmasin bular. Lekin bu oq. Shunga hayronman. Xo'sh, hozir inimizda bir oq narsa ko'rib qoldik. Shu nimaligiga qiziqyapman. Hozir bir olib ko'rib qarab ko'raylik, nima ekan u. Kasali borga o'xshayapti.
Shu edi. Xo'sh, bizni kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz asalari shaydolari ko'rinyaptimi yo'qmi? Operator yo'qligi uchun qiynalyapman videoga olishlikka. Xo'sh. Mana hozir burga qo'yib olamiz. Mana hozir mana shu inimizda ko'rinyaptimi yo'qmi? Oq narsa turibdi bu. Nima ekan bu? Ko'raylikchi. Na yopilmagan, na boshqa bo'lmagan. Bu aris sutimikin? Yo. Ha, bu aris suti ekan bu. Ya qurt emas, na boshqa emasda, shunga nima ekan deb hozir olib ko'rdim. Aris suti, lekin aris suti faqat ona ari bo'lganda bo'lmaydimi deyapman-da. Shunga ham hayron qolyapman hozir. Yana bittasini olib ko'ramiz. Ko'rinyaptimi kuzatuvchilarimiz? Xo'sh, mana. Mana yana bitta oq chiqdi. Ko'rinyaptimi? Lekin hidi yo'q-da buni. Agar ichidagi qurtlari sasib qolgan desak, buni hidi yo'q. Biror bir noxush hidi yo'q. Lekin oppoqligi odamni o'ziga jalb qildi. Lekin bu noxush hid yo'q. Agar noxush hid bo'lganda edi, biz bilardikki bu arilarimizni lichinkalari sasiyapti, lekin noxush hid emas bu. Oppoq bir narsa. Yana bitta bor edi mana yerda. Yo yaxshi rivojlanmay qolganmi qurti? Tushunmay qoldim men. Xo'sh, bizni kuzatayotgan asalarichi ustozlarimiz, hamkasblarimiz mana yerda ozgina bola solgan, ko'rinyaptimi? Tuxum qo'ygan va tuxumlar yopiq. Ichida lekin mana bunday oppoq ozgina ko'rinyaptimi? Mana shunaqa oq narsa. Lekin sutga ham o'xshamayapti-da bu. Nimaligini izohlarda yozib qoldiringlar. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta teshikdan topdim buni. 4 ta ignadan chiqdi. Lekin nimaligiga hayronman. Na bir noxush hid yo'q, na bir boshqa biron bir hid yo'q-da bunda. Xo'sh, navbatdagi romkamizni olamiz. Mana shu yashligimizdan ham yomon hid kelmayapti-da. Endi ko'rsatyapti hozir. YouTube'da ham ko'rdik. Instagramda ham ko'rdik. Asalarichi hamkasblarimiz arilar sasib qolyapti, kasallik tushdi deganiga arimizni ochib ko'ryapmiz endi. Lekin yaxshi. Haligi bir xilga kasal tushgan oilalar bo'lsa, yashigini ochishingiz bilan gup aytib yomon hid uradi-da baribir dimog'ingizga. Bu arilarni chiriyotgani, tuxumlarini sasayotganini alomati bo'ladi. Hozircha yaxshi, bular ishlashi yaxshi, asal olib kelyapti, oz bo'lsa ham tabiat qo'ynidan. Ya ancha-muncha yig'ib qo'yibdi mana. Xudo xolasa avgust oylariga navbatdagi hosilimizni olamiz. Bundan ham pechatlab qo'yibdi yarimni. Arilarimiz ishlashi yaxshi. Endi uncha-muncha arini o'zini ustida kana ko'rinadi-da. Ko'zi o'tkirlarga. Hozir biz harakat qilamiz. Arilarimizni kanasi bor yo'qligini bilishlikka. Lekin meni ko'zim uchun o'tmayapti. Quyoshga qarab turibman, shunda ham yaxshi gumon qilib turibman. Kanasi bo'lmasa deb. Bu xolasa yaxshi bu.
Arılarimiz ishlayapti. Holati ham yaxshi. Navbatdagi romkamiz. Ona arini bir ko'rsam bo'lar edi. Ona ari qayerda qoldi ekan endi? O'sha buni ham pechatlab yuborishibdi. Tayyor bo'lib qolibdi bu ham mana. Tayyor romimiz bor ekan bu yerda. Asalni oladigan darajada. Navbatdagi romkamiz. Bu yoqda ona arimiz yangi tuxumlar qo'yib chiqdi, lichinkalari hali yopmabdi. Yaxshi, ona arini ishlashi yaxshi bu yerda. Yangi tuxumlar mana. Lichinkalar. Fakat ona arini o'zini men ko'ra olmayapman. Arilarimizni ishlash jarayoni zo'r. Ko'z tegmasin, ancha asal yig'ib qo'yibdi. Bu yerda ona arimiz ancha-muncha tuxum tug'ib qo'yibdi mana. Yaxshi. Men qo'rqib turdim, biz ham arilarimizga kasal tushib qolmasa deb. Baribir arilarga kasal tushmaydi deb hech kim ayta olmaydi-da. Hech kim ayta olmaydi. Shunaqa hisob tashlashadi, bular qani qochib keladi. Havo ancha issiq. Issiq bo'lganiga qaramasdan arilarimizni ko'zdan kechirgan bo'lyapmiz. Ancha-muncha asal yig'ib qo'yibdi. Faqat bu yerda arilarimiz, ona arimiz lichinkalar solib qo'yibdi o'sha. Bu yerda ham lichinkalari bor ekan. Bunda ham lichinkasi bor ekan. Yaxshi bu oilamiz ham. Bu yerda ham mana arilarimiz ishlaganda ishlab yotibdi. Ona arimiz ham yaxshigina tuxumlar qo'yibdi bu yerda. Asal ham yig'ib qo'yibdi ancha-muncha. Ko'z tegmasin, arilarimiz yaxshi. Bizni kuzatishda davom etinglar, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Shoyat sizlarning obunalaringiz bilan, like'laringiz bilan biz ham kanalimiz yurishiga sababchi bo'lib qolsalaringiz juda xursand bo'lardik. Mana arilarimizni holati juda yaxshi. Ko'z tegmasin, harakatlari ham yaxshi. Ishlashlari ham juda zo'r. Xavotirga o'rin yo'q. Bizni kuzatayotgan asalarichi, yangi asalarichi hamkasblarimiz bir arilaringizga qarab qo'yinglar, erinmasdan, havoni issiq qilmasdan bir arilarni holdan xabar olib qo'yinglar. Endi havo issiq, iloji yo'q endi. Salqinda vaqtimiz bo'lmadi, endi iloji yo'q, issiqda olamiz endi ularni. Issiqda ko'ramiz. Mana shunaqa uy hisob tashlashda bilan nima ekan hayron qolaman. Mana shunaqa g'ummakka o'xshagan uylar solib tashlaydi arilar. Boshlarni buzib tashlagan deb ustozlarimiz aytgan edi. Yaxshi emas bu deb. Bitta ikkitamiz ham 3-4 ta bor ekan, 5-6 talar solib tashlaganda. Mana shu
solib tashlagan uyalarni buzib tashlayapman hozir. Yana bitta romimiz qoldi. Shuni eson-omon ko'rib olsak, xudo xolasa, salqinlab olamiz. Sizlarga ko'rinyaptimi? Biz kuzatuvchilar anaqa g'ummak solib tashlaydi-da. Bu arimizni, ona arimizni yo yaxshi ishlamayotganligidan, yo asal arilarni boshqa biron bir ishi yo'qligidan. Boshqa ishing yo'qmi sizlarni? Asalingni yig', nima qilasan? Har joyga uy solib tashlamasdan. Deydigan odam yo'q bunga. Xo'sh, arilarimizni ishlash jarayoni zo'r. Ko'z tegmasin. Arilarimizga gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu holatda bahorgacha yetib olsak, xudo xolasa, yutug'imiz bo'ladi. Qani endi mana shu holatda, kamaymagan holatda bahorgacha yetib olsak, juda ham bir xursand bo'ladi. Ya'ni bu har bir asal arisini orzu hisoblanadi. Arilarga putur yetmasdan sog' salomat bahorga chiqib olishlik har bir asal arisini orzusi. Hozir yaqinlashtirib ko'rsataman. Arilarimizni zichroq qo'ymasak, kunni issig'ida baribir bularga bitta haroratda havo kerak. Chumollar ham yuribdi, chumollar. Alhamdulillah. Arilarimiz yaxshi, ko'z tegmasin. Shuncha ko'zdan kechirib turish kerak edi. Biz mana idishini qo'ymasak ham bo'laverardi. Har ehtimolga qarshi oq idishini qo'yib qo'yapmiz. Xo'sh, ko'rpacha nimaga kerak asallarlarga deb savol bo'lib qoladigan bo'lsa, bu ko'rpacha asal arini inisini bitta haroratda na issiqmas, na sovuqmas, bitta haroratda bo'lishligiga sabab bo'ladi-da. Bitta haroratda bo'lishligiga. Shunga ko'rpacha yopamiz. Mana yashik og'zini yopamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bizlarga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar azizlar. Hammaga katta rahmat. Mana asal arilarimizni birinchi yashigini ko'rdik. Xudoga shukr, arimiz yaxshi. Sizlarga ham nasihatimiz, tavsiyamiz, arilaringizga bir kunni issig'iga qaramasdan ko'zdan kechirgan bo'linglar. Rahmat hammaga.